Iltimos kechiring meni. Buni hozir aytganim bilan baribir meni to'g'ri tushunmaysiz. Bunday qarasam shu kungacha birorta savob ish qilmagan ekanman. Kelajakda ham bunga imkon tug'iladimi yo'qmi bilmayman. Meni hayotim ham siznikiday yaxshi uy bekasi, yaxshi ona bo'lib o'tib ketadi. Boshlagan ishimni qanday bo'lmasin nihoyasiga yetkazolsamgina savob ish qilganimdan g'ururlanib yuraman. Onajon, duo qiling, xo'pmi? Safarim bexatar o'tsin. Agar meni qarg'asangiz, niyatim amalga oshmay qoladi. Siz joningizni xavf ostiga qo'yib o'zgalar jonini saqlar ekansiz. Bundan ortiq savobli ish yo'q. Men tufayli kasbingizdan ko'nglingiz qolishini istamayman. Shu boisdan tushuntirgani keldim. Cheksiz fazoda, bulutlardan ham yuqorida inson qalbida qanday tuyg'ular kechishini uchuvchidan boshqa hech kim seza olmaydi. Men ham shturvalga qo'limni qo'yishim bilan butun vujudim yayrab ketardi. Tomirlarimda oqqan qonni sezib turgandek bo'lardim. Bilaman, siz o'zganing omonatisiz. Keyin ikkimizni o'rtamizda hech qanday rishta yo'q. Endi bo'lmasa ham kerak. Lekin unutmang, qachonki do'stga zoriquvdek bo'lsangiz, chegara ortida bir inson siz uchun jonini ham bermoqqa tayyor. Menga qarang, o'lgingiz kelsa-chi, ko'rpada oyoq qo'lingizni uzatib o'ling. Nevarangiz teng keladigan bolalar orasida o'lib yetib yurmang deb necha marta aytganman sizga? Ha? Medalyu surat olib kelganda shu xonaga osib qo'yardim. Endi sog'inganimizda bobang bilan shu suratlarga tikilib o'tiramiz. Undan boshqa hech kimimiz bo'lmagandan keyin bechora ota-onasidan erta yetim qoldi. O'shandan beri biz bilan. Umuman olganda biz uni amakisi va opaqisi bo'lamiz. Lekin u momajon, bobojon deb chaqiradi. Bizni o'z farzandimiz bo'lmadi. Pokistonlik tugul yaponiyalik bo'lmaydimi? Meni ishim yo'q. Shu qizni velosipedingni orqa o'rindig'ida tasavvur qildim, Viru. Qo'llarini yelkangga qo'yib olgani. Meni aytdi dersan. O'sha kun albatta keladi. Qani beri kel, o'tir. Ishda. Kimniki yonida umr yo'ldoshi bo'lsa, hayoti bekomi ko'z bo'ladi. Men Chaudhry Sumer Singh momongsiz yarimtaman. Sen ham aviatsiya mayori Vir Pratap Singh zarrasiz yarimta hisoblanasan. Shuning uchun yuraging jiz etgan bo'lsa, kechiktirmay unga dil rozini izhor et. Bo'lmasa armonda qolasan, o'g'lim. Gap shundaki, bir ayol muhabbati bilan erkak muhabbati o'rtasida katta farq bo'ladi. Ayol butun vujudi-yu jonu dili bilan sevadi. Ammo erkaklarda bunday fidoyilik bo'lmaydi. Tushunib turibman, nimaga so'rayotganingni. Bilib qo'y, Razodan umid qilib yurmagin. Hamma narsani unut, qizim, lekin o'z farzingni ado et. Shubham yo'qki, Zara u ham o'z farzini to'la bajaradi. Oqibatini hech o'ylayapsanmi? Padaringni fe'lini bilasan-ku. Eshitib qolsa o'ldiradi-ya seni, esingni yig'. Bugun unashtiruving-ku axir. Nikohing bo'lish arafasida. Bu haqda o'ylashingni o'zi gunoh, Zara. Hoy nodon qiz. Muhabbat kitoblarda bo'ladi. Bizni izzatimiz bo'lib borar ekansiz ular xonadonida. Bu muqaddas rishtani qadrlash, lutf karam ko'rsatish lozimligini tushuning. Har yaxshi yomon onlarda xushfe'l bo'ling. Rishtalarimizni mustahkam qiling. Har holatda ham bizning va ularning izzatlarimizni mahfuz saqlang. Bir marta yo'l qo'ygan nodonligingiz yo parvosizligingiz hammasini barbod etadi. Gapimni yaxshi tushundingizmi, qizim?
qiblagohi murodlaringiz ijobat bo'lmoqda. Siz umringizni baxsh etayotgan adolat yo'liga mana bugun qizingiz ezgu niyatlar ila ilk bor qadam qo'yib, bir inson himoyasiga qo'l urmoqda. Har doimgidek duolaringizni mustajob bo'lishiga umidvorman. Keling, avval tanishaylik. Meni ismim Samiya Sidiqiy. Sizning ismingiz-chi? Meni ham boshqalardek 786 deb atashimni xohlaysizmi? Ismingiz raqamdan xunuk bo'lmasa kerak. Yo raqamni ma'qul ko'rasizmi? Vah, muhabbatni kuchini qarang. Ismini tilga olsa badnom bo'ladi. O'zi badnom bo'lsa bo'lsin, ammo muhabbati badnom bo'lmasin. Ofarin vir sohib tasanno. Sizdan shuni kutgandim. Siz nima deb o'ylovdingiz? Bu yerga kelib hammani oldida bizni bo'lajak rafiqamizni sevishingizni aytasiz-u, keyin hech nima bo'lmaganday qaytib ketaverasiz, a? Biz indamay tomosha qilib turaveramizmi? Vir sohib, gap shundaki, kamina boshqa birovni sevuvchi qiz bilan hayotimni bog'lamoqchi bo'lyapman. Badqismatligimni qarangki, bu nikohni aslo inkor qilolmagayman. Tasavvur qiling. Soat 7 bo'ldi. Opajon, turing endi. Bundan buyon shunga odatlanmog'ingizga to'g'ri keladi. Ertaga unashtirilsangiz, boshqa xonadonga borursiz. Bir necha kunlik mehmondursiz endi. Shu bois odatlaringizni ham o'zgartiring. Har tong 7 da turib, o'z to'shagingizni o'zingiz yig'ishtiring. Oshpaz Iqbol amakidan taom pishirmoqni o'rganib oling. Qarang-a, yengil-yelpi gaplarni qo'ying. Shukr qilingki, sizni suratingizni ko'riblar rozi bo'lishibdi. Odatlaringizdan xabar topishsa darrov aynigan bo'lishurdi. Hazrati oliylari, bir inson 22 yil qamoqxonaning 4 devori ichida asirda. Bu qamoqxona Pokistonda. 22 yil davomida hayotini Pokiston qamoqxonasida o'tkazgan odam bir hindistonlik. Buni eshitib, sizning, mening, shu yerda o'tirgan barcha insonlarning ko'zlariga yosh keladi. Hammamiz uni qanday esada yurtiga qaytarmoq istagi bilan yonamiz. Uyiga borsin deymiz. Chunki biz insonmiz. Bizga insonlarni qadrlash, hurmatlash o'rgatilgan. Lekin hazratim, sud davomida inson ko'ra olmaydigan tomonlarni qonun ko'radi. Qonun nazdida bir inson taqdiridan ham ko'ra yurt, vatan taqdiri yuqoriroq turadi. Josus uchun 22 karra o'lim ham kam. Bo'lmasamchi, beramiz. Bunga haqlari ham bor, advokat xonim. Yuring, kamina sizni kuzatib qo'yaman. Shu bahona yana biroz mashvarat qilishga fursat bo'ladi. Aralashganim uchun ma'zur tutasiz, xonim. Vaqtingizni bekorga ketkazyapsiz. Bu mahbus 22 yildan beri biror marta churq etib og'iz ochmagan. Shu kungacha uni ovozini hech kim eshitmagan. Menimcha, u bu yerda o'zini xushhol sezadi. Na janjal qiladi, na shikoyat. Go'yo ozodlikka chiqishga haqsizdek. Faqat bitta armonim bor. Mana necha yillardirki uni ko'nglimda asrayman. Shuni bajarsang. Iltimos sendan, o'lsam hokimni yurtim Hindistonga olib borgin. Umrim Pokistonda o'tgani bilan vatanim Hind yurti hisoblanadi. Men senga Kritpur haqida gapirib bergandim-a? Bu yerda sinflarda ibodatxonasi bor. Bir yoni daraxtzor, bir yoni soy. Borib hokimni o'sha soyga sochgin. Shunda ruhim taskin topadi. Va'da berasan-a, qizim? Maryam bibi. Ko'p siqilmang begoya. Allohga shukrki, hammasi o'zimizga yaqinlar edi. Bu gap shaharga tarqalgani yo'q. Nikohdan so'ng hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Maryam bibi, bu nainki Zara bilan Razo o'rtasidagi nikoh. Balki oilalarimiz ravnaqi uchun ko'zlangan rejamiz hamdir. Shu reja orqali umr yo'ldoshingizni, undan so'ng o'g'lim Razoning taqdiri belgilangay.
Razo buni juda yaxshi biladi. Buni qizimiz Zara ham tushunmog'i darkor. Agar ertaga nikoh o'qilmasa, xon sohib umid bilan voyaga yetkazgan qizining bu noma'qulchiligiga bardosh qilolmasalar kerak. Dosh berolmaydilar. Zara senmisan? Ha, Pokistondan kelding. ha. 42 yildan beri shu gurdvorda xizmatdaman. Lekin bunday holatni ko'rmaganman. Enagang bebi uchun so'nggi udumni o'zim bajaraman. Bu men uchun katta sharaf, qizim. Yur men bilan yura qol. Vir Pratap Singh bir pokistonlik qizning nomini badnom qilmaslik uchun qalbaki bayonnomaga imzo chekkan. Aviatsiya mayori Vir Pratap Singh, sud sizni aybsiz deb topib ozod etaman. Vir Pratap Singh, siz ozodsiz. Boring. Siz boshingizni baland tutib vataningizga qaytishga haqlisiz. Qamoqxonada o'tgan umringizning 22 yili uchun Pokiston hukumati hamda sud hay'ati sizdan kechirim so'raydi.